Unda kelaylik, darsligimizni boshlaymiz. Atirgulni o'rtasi qavat qilish uchun ko'ryapsizlarmi? Ichi mayda. Xohlagan ranglarni tanlashingiz mumkin. Farforimizni o'rtasi to'qroq bo'lishi kerak rangi. Bugun men malinovoy rang ishlatmoqchiman o'rtasini. Mana qarang, farforinglarni yaxshilab mushlash kerak, yumshoq bo'lishi kerak. O'rtasida puzuroklari bo'lishi kerak emas, pufakchalari. Agar farforinglar qo'lga yopishib qolayotgan bo'lsa, oddiy vazelin yoki ozgina yog' qo'lingizga surib olsanglar bo'ladi. Qaranglar, farforimizni bo'yaganimizda ko'p rangimizni qolib ketmasligi uchun men o'rtasini qilayotganda har doim ozgincha olaman. Shunimizni olib, rang masalasiga keladigan bo'lsak, mana bu koller to'g'ri keladi yoki o'zingizda uyda qanaqa krasителlar, rang beruvchilar bo'lsa, o'shani ishlatsanglar bo'ladi. Mana ozgina solamiz, ko'p emas, yetadi. O'rtasi rang ozgina to'qroq bo'lishi kerak. Mana chetlarini sidirib olib boramiz. Endi yaxshilab aralashtiramiz. Bizga mana bunaqa vaynerlar kerak bo'ladi. Tayyorlab qo'yasizlar sразу yasashinglardan oldin. O'rtadagi qavatlarimizni ozgina qalinroq qilamiz. Mana yaxshilab aralashtirib oldik. Bu qolgan farforimizni har doim paket ichida turish kerak, havo o'tish kerak emas, bo'lmasa farforinglar qotib qoladi. Hozir birinchi qavatini qilishni boshlaymiz. Bizga oddiy cho'p kerak bo'ladi. Kichkinagina qilib, juda ham kichkinagina qilamiz. Boshini o'rtasini qilishga bizga vayner kerak emas. Mana kichkinagina olamiz. Sizlarga yaqin qilib ko'rsataman, tushunarli bo'lishi uchun. Mana qaranglar, ingichka qilamiz. Qo'rqmanglar, bu silikon quyganingizda yaxshi quyilib chiqadi. Mana agar ko'rayotgan bo'lsanglar, qalinligini. Mana. O'rtasi ingichka bo'lishi kerak. Kichkinagina olamiz. Buni shakli dumaloq bo'lishi yoki to'rtburchak unisini umuman farqi yo'q. Men cho'pim ozgina kesgandim uchun. Mana keldi bu uchun qilamiz. Mana qaranglar. Farforimizni o'zi vaqt o'tgan sari qurishi mumkin. Cho'pimizni bunaqasiga teshib chiqmasligi uchun modelkalarni misol uchun o'rtasida sizlarga yaqinlashtirib beraman. Modelkalarni o'rtasida cho'p chiqib qolmasligi uchun. Chunki bu farforimizni quriganda kamida 0,5 sm ga kamayadi. Mana qaranglar. Ozgina qoldiramiz. Farfor qurishi uchun, quriganida teshib chiqmasligi uchun ozgina qo'yamiz. Kichkinagina buqamiz. Buqqanimizdan keyin o'rtasini mana bunday qilib buraymiz. O'zingizlar sezasizlar, kichkinagina chiqayotganini yaxshilab chiqaramiz. Teglarini cho'pga qotiramiz. Mana hozir kameramda yaqinlashtiraman. Mana ko'rdinglarmi, o'rtasi juda ham ingichka, kichkina bo'lishi kerak. Shunda o'rtasi idealni chiqadi mana. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Bo'ldi, bu etapimizda cho'pimizni qurishga qo'yamiz. Sababini tushuntiraman, chunki farfor yasayotganingizda nimagadir o'rtasi yaxshi qilmayapti. Mana farforimizni qurishga qo'yib qo'yamiz yoki sizlarda oazisinglar bo'lsa, tiqib qo'yasizlar, bo'ldi, quriydi. Men o'rtasini shundoq qo'yib уже quritaveraman. Sababi iz tushadigan hali katta gul emas.
mana shu cho'pimizni qurigandan keyin уже дальше keyin ustiga yana qavatlarni yopishtirsak bo'ladi. Agar mashina ustiga yana qavatlarni yopishtiradigan bo'lsanglar, farforinglar просто tushib ketadi yerga. Yaxshi ushamaydi. Farforimizni mana shu turishi 3-4 soatlarda qotadi. 3-4 soatdan keyin davomini qilishni ko'rsataman. Mana qizlar, gulimiz qotdi. Davomini endi qilamiz. Mana o'rtasini ko'rsanglar, qavat-qavat bo'lib turibdi. Mana bu vaynerimiz как раз bizga yordam berar ekan. Qaranglar, davomini qanaqa qilib qilamiz. Davomiga ham bizga vaynerimiz kerak emas. Mana bunday qilib ingichka qilib olamiz. Vaynerimiz уже baylari ko'rinadigan joyga kerak bo'ladi. Mana ko'rsanglar, ingichka bo'ldi mana. Endi qaranglar. Mana bu cho'pimizni chetidan atirgulni tabiiy chiqishi uchun bu yog'ini yopishtiramiz. Bitta qavat yana aylantirib boramiz. Mana, marhamat, ko'rvarsanglar bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Bitta qavatdan ko'paytirsak bo'ladi. Endi ikkinchi qavatga o'tamiz. Bunisini ham ingichka qilamiz. Juda ham ingichka bo'lishi kerak. Qo'rqmanglar, bu уже sinalgan uslub. Bizdagi modelchilar, mahoratli qizlarimiz yaxshi chiqarishyapti. Bunaqa ingichka bo'lsa, o'rtalari. Tak. Betini ham mana kichkinagina qilib olamiz. Mana agar ko'rayotgan bo'lsanglar, uchini. Bo'ldi, bunisini ham ingichka qilib olamiz. Bo'ldi, tegini обязательно qotiringlar. Betini ushab turamiz, mana. Qavatlarimiz paydo bo'lyapti. Yana 3 tacha qavatimizni xuddi shunaqa usulda qilsak bo'ladi. Mana bunisini kamroq olsanglar ham bo'ladi, chunki tegiga sizlarga dumaloq qilib teg qismini hozir yopishtirishni o'rgatib beraman. Shunda sizlarning qo'linglar ham charchamaydi, ko'p farforni kesib tashlashga ham to'g'ri kelmaydi. Mana yana keyingi qavatimizni hozir kamerani mana keyingi qavatimizni ham olamiz. Chetini sekin yopishtirasizlar. Bo'ldi, bitta qavat yopishtirib olamiz, aylantirib olamiz keyin. Bo'ldi. Tegi xunuk chiqsa hech narsa qilmaydi. Teglarni sizlarga hal qilishni o'rgatib qo'yaman. Mana ko'ryapsizlarmi? Nechta chiqyapti. Qaranglar, yasayotganinglarda har bitta qavati tepaga ko'tarilishi kerak. Mana ko'ryapsizlarmi? Bitta tepaga ko'tarilyapti. O'rtasi ichkarida bo'lishi kerak. Mana yana bir marta olamiz. Yana ingichka qilib olamiz. Yana bitta qavatimizni teparog'idan, ozgina teparog'idan olamiz. Ko'p emas, millimetrdan ko'paytirishni boshlaysizlar. Mana ko'rdinglarmi, уже qiyshayib ketyapti. Buni oldini olish uchun mana hozir men sizlarga yaqindan ko'rsataman. Mana ko'ryapsizlarmi, qavat chiqyapti. Даже kameramizni ham eng maksimal yaqinlashtirgan funksiyasiga qo'yganman. Shunda ham qavatlari zo'rg'a ko'rinyapti. Bo'ldi, bu holatini уже quritishga qo'yamiz. Agar buni ustiga yana yopishtirsanglar, gulinglar cho'pinglardan tushib ketishi mumkin. Endi buni yana 4-5 soatga qurishga qo'yib qo'yamiz. Qaranglar. Men oldindan tayyorlab olganim bor edi. Bu rangi to'qroq, lekin qavatlari xuddi shunaqa. Buni o'sha qurigan. Mana agar ko'rsanglar, ahamiyat bersanglar, bu qurigan, bunisi hali yumshoq.
Endi davomini bundan davom ettiramiz. Bu qurigandan keyin bundan buton qilib olsak bo'ladi. Buni ko'ryapsizlarmi? Ichi bir xil. Bunisi ozgina ochroq oldik rangini, bunisi to'qroq. Bunisini qurishga qo'yib, bunisini hozir davom ettiramiz. Davomini ko'rsatib beraman. Farforim ozgina qoldi. Buni yana ozgina farfor qo'shamiz. Tepalari уже uchlarini qilayotganimiz sababli montlarini ozgina rangini ochroq olsanglar bo'ladi. Mana shu farforimiz bizga yetarli bo'ladi. Qolgan farforimizni yopib qo'yish kerak. Hozir ko'ramiz. Hech qachon rang qo'shishga shoshilmanglar. Birinchi qo'lingizda bor farforni aralashtirib ko'ringlar. Agar rangi sizlarga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, shuni davom ettirishinglar mumkin. Mana ko'rdinglar, ro'za rang chiqdi, pushti rang. Endi bunga yana ozgina rang beruvchi kolorimizni qo'shamiz. Ko'p qo'shib yormanglar qizlar. Ko'p qo'shib yorsanglar, farforinglarni yana paketning ichiga qo'yib qo'yishga to'g'ri keladi. Men masalan paketning ichida saqlashni yaxshi ko'rmayman. Har doim farforni ozginasini olgandan keyin oxirigacha ishlatib yuborishga odatlanganman. Farforingiz yomon ham bo'lib qolmaydi. Sifati ham ketmaydi. Bo'ldi, yaxshilab aralashtiramiz. Qo'lingizga yopishib qolayotgan bo'lsa, yana bir bor aytaman, vazelin yoki oddiy yog' ishlatib yuborsanglar bo'ladi. Hech qisi yo'q. Farfori sifatiga yoki teksturasiga hech qanaqa o'zgarish kiritmaydi. Bo'ldi, mana kelinglar, endi davom ettiramiz. Qaranglar, bu holatida уже tek qismini yopishtirsak bo'ladi, chunki atirgulimiz agar shu holatda davom ettiradigan bo'lsak, mana bunaqa kalta atirgul chiqadi. Bizga teglari yoyilib chiqadigan kattagina atirgul kerak. Biz hozir bu atirgulni yasamaymiz. Men sizlarga o'rtasini misol qilib oldim. Hayron bo'lmanglar, bu atirgulni biz hozir yasamaymiz. Boshqacharoq atirgul. Obloshkada hozir ko'rgan ustidagi obloshkani ustidagi atirgulni yasaymiz. Qizlar, mana qaranglar. Men teg qismiga farfor rang berilganini qo'shmayman. Har doim oq rang qilsanglar ham bo'ladi. Xohlagan, misol uchun qolib ketgan, ishlatib bo'lgan farforinglar bo'ladigan bo'lsa, o'shani bemalol qilishinglar mumkin. Обязательно shu rangda bo'lishi shart emas, chunki bu farforimiz gulning ichida qolib ketadi. Qaranglar, bunday qilamiz. Shakli ham unaqa ahamiyati katta emas. Mana tegiga, tegroq qismiga yopishtirib qo'yamiz. Bo'ldi. Buni qilishimizning sababi gulimizning tegi pishni chiqadi. Mana montlarni ham yaxshilab yopishtiringlar, чтобы gulinglar yiqilib tushmasligi uchun teglarini ham yaxshilab yopishtirish kerak. Qo'rqmanglar keyin, agar bu yoq qismigacha gulinglar bormaydigan bo'lsa, farforni bemalol kesib tashlasanglar bo'ladi. Bo'ldi, dumaloroq rangi olib boramiz. Endi qaranglar. Davomini sizlarga ko'rsatib beraman. Bu holatini ham qo'yib tursak bo'ladi. Endi biz o'rtasini tepaga balandlashtiramiz. Shu sababdan bizga ozgina kattaroq olasizlar. Ozgina, unaqa ko'p emas. Qaranglar qizlar. Buni уже qalinligini ozgina qalinlashtirsak bo'ladi. Уже qo'lga ko'ringanligi sababli bizga vayner kerak bo'ladi. Vaynerimizni har doim men teg qismiga qo'yaman. Bu qismiga qo'yadigan bo'lsanglar, yopishib chiqishi mumkin. Keyin yana bitta narsa, agar farforinglar ozgina yumshoqroq bo'ladigan bo'lsa, farforinglarni ozgina quritib yuborsanglar bo'ladi. Uni qanaqa qilib quritsa bo'ladi? Prosta havoda turadi, ozgina aralashtirasizlar. Havoda turadi, ozgina aralashtirasizlar. 20-30 daqiqadan keyin qo'lga yopishmaydiganroq bo'ladi yoki vayneringlarni o'zini yog' surib yuborsanglar bo'ladi yoki vazelin. Lekin ko'p surib yubormanglar. Ko'p surib yuboradigan bo'lsanglar, farforinglar sudralib chiqib ketadi. Mana ko'rdinglarmi? Qo'yib olamiz. Bo'ldi, qopqog'ini yopamiz.
uchlarini bosib chiqamiz. Bu holatida ko'proq bossanglar bo'ladi. Sababi hali bizga unaqa qalin darajada kerak emas. Mana ko'rdinglarmi? Chiroyli chiqadi izlari bilan. Sekin chiqaramiz endi izlari qolishi uchun. Mana izlarimiz qoldi. Uchlarini tegmaymiz, chunki uchlari ko'rinadigan joy bo'ladi. Tak. Teper uchidan olamiz. Ozgina уже balandlashtirishni boshlaymiz. Mana ko'ryapsizlar. Bitta qismga buraymiz. Qizlar qo'rqmanglar, bemalol yumshoq ishlasanglar. Glavniysi, eng asosiysi mana uchiga bosib olmanglar, uchidagi izlari qolishi kerak. Bo'ldi. Bitta qatori yopishtirdik. Endi hozir keyingi qatori ham yopishtiramiz. Yana ozgina olamiz. Ingichka qilib cho'zishni boshlaymiz. Yana vaynerimizni bo'rtib chiqqan qismiga qo'yib astalik bilan yopib, yana qattiqroq bossanglar bo'ladi. Bu qismida qattiqroq bossanglar bo'ladi, qo'rqmanglar. Mana endi qaranglar. Sekin chiqaramiz. O'zi ozgina ko'tarib yuborsanglar, vaynerni o'zi chiqib ketadi. Endi gulimizni olib, bu qismini ko'ryapsizlar, mana sekingina qo'yamiz. Ehtiyotkorlik bilan bitta qavat o'raymiz. Mana ko'rdinglarmi? Qavat chiqyapti. Agar rangi, mana hozir men qilganimda rangi har xil bo'lib qoldi. Bu hech qisi yo'q. Oxirida gulliq bo'lganimizdan keyin tonirovkasida bu jarayonni o'zgartirsak bo'ladi. Shu usulda yana 4 ta 5 ta qavat qilsanglar bo'ladi. Bu gulinglarni qanaqa qilishingizga bog'liq. Masalan, agar gulinglarni o'rtasi qavat chiqishini xohlasanglar, unda mana ko'ryapsizlarmi, qavatini ko'proq qilasizlar. Agar misol uchun qavatlari kamroq gul qilmoqchi bo'lsanglar, o'rtasini tepaga ko'tarilgan qilib, unda bu tarafini kamaytirasizlar. Bu o'zingizlarni ideyalarga, qanaqa gul qilmoqchi bo'lganingizga qarab. Bu gulimizni o'rtalari qavat pishni gul bo'lganligi uchun qavatlarni ko'p qilamiz hozir sizlar bilan. Mana sizlarga hozir misolda ko'rsatishim mumkin. Mana bu gulimizning qavatlari kamroq, sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun qavatini kam qilib, o'sha baylarini ochib yuborsak bo'ladi, ochilgan gul qilib. Bu gulimizda qavatlari ko'proq. Ko'rdinglar? Mana shunaqa qilib qilsanglar bo'ladi. Yana bitta qavat qo'shamiz. Farforinglar turib qolgan bo'lsa, aralashtirib yuboringlar, обязательно. Keyingi qavat ozgina ko'proq olamiz. Ya'ni ingichka qilib ozgina ingichka bo'lib ketdi. Yana bir marta dumaloq qilsanglar hech qisi yo'q. Qo'limga yopishib qoldi. Vaynerimizga qo'yamiz. Astalik bilan qopqog'ini yopamiz. Chiqaramiz. Mana qizlar qaranglar. Endi bu qavatlarni ozgina balandroq olamiz. Bo'ldi, yopishtirib yuboramiz. Teglari mana bitta qavatlari yo'q bo'lib ketsa hech qisi yo'q, chunki biz o'rtasini qilamiz, bu joylari ko'rinmaydi. Sizlarga ko'rinadigan joyi qanaqa qilib yopishtirish kerakligini ham keyinroq o'rgatib qo'yaman. Bo'ldi. Bu yerda mana ko'ryapsizlarmi, bagimizni
ozgina uchini qayirib yuborsak bo'ladi chiroyli chiqishi uchun. Bo'ldi. Bu o'zingizlarning xohishingizga qarab qanaqa forma bermoqchi bo'lsanglar, o'shanga qarab ozgina buklasanglar bo'ladi. Yana davom ettiramiz. Baynerga qo'yamiz. Yana bu qismidan boshlaymiz. Ozgina millimetrdan balandroq qilishni boshlayveringlar. O'rtamizda qavat bo'lib chiqadi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Endi bunimizni ozgina qayirib yuboramiz orqaga. Ozgina, ko'p emas. Barmoqinglarning uchida. Mana bo'ldi. Qaranglar, o'zingizlar sezasizlar, agar gulinglar qattim turmayotgan bo'lsa, qurishga tiqib qo'ysanglar bo'ladi. Agar yana davom ettirsa bo'lsa, yana davom ettirsanglar bo'ladi. Mana gulim hali qattimroq, yana 3 tacha qavat yopishtirsak bo'ladi. Farforimizni quritib gulimizni yasashni davom ettiramiz. Yana bitta qavat. Vaynerga qo'yamiz. Qattimroq bossanglar bo'ladi. Qizlarjonlar, qaranglar. Agar farforinglar qurgan bo'lsa, ustiga ozgina kley ham surib yuborsanglar bo'ladi. Ozgina oddiy PVA kley. Mana qaranglar. Ozgina balandroq qilamiz. Uchini yopishtiramiz. Burab bu qismini yopishtiramiz, bo'ldi. Teg qismi boya aytganimdek bunaqa bo'lsa hech narsa qilmaydi, chunki bu qismi ko'rinmaydi. Mana ozgina ochamiz. Ko'p emas, ozgincha mana ko'ryapsizlarmi? Qavat. Chiroyli seredinkamiz bo'lyapti. Yana qo'shamiz. Bu hali ko'taryapti. Yana ikkita qo'shsak hali bo'lar ekan. Bunisini kichkinaroq oldim. Mana. Yana qo'yamiz. Ko'rdinglar, bu tarafga yopishib chiqdi, hech qisi yo'q. Vaynerni buklasanglar o'zi chiqib keladi. Qizlar, qaranglar, buni kichkinaroq olganimning sababi, mana bu teg qismimiz уже kattalashib ketyapti. Qarasam, mana bu qismiga ozgina уже olish kerak. Farforni olish shart bo'lmasligi uchun tepa qismini kamaytiramiz. Mana qaranglar. Ozgina ko'taramiz. Ko'p emas, ozgina. Bundan yopishtiramiz. Endi bu qismini ozgina buklaymiz. Ko'p emas, o'zi qo'linglar bilan sezasizlar. Agar bukilgan gajak gul xohlayotgan bo'lsanglar, ko'proq buklasanglar bo'ladi. Yana bitta qavat yopishtirsak bo'ladi. Farfori yasayotganingizda, rang qo'shayotganingizda shunaqa taqsimlab olsanglar bo'ladi, qolib ketmasligi uchun. Ko'rdinglar, mana farforimiz qolmadi. Rang berganimizni shu bilan keyin qurishga qo'yib qo'yamiz. Vaynerni buklasanglar chiqib keladi. Mana ingichkagina ko'ryapsizlarmi? Уже formasini ham olishni boshlayapti, Vaynerni formasini. Yana sekin aylantirib qo'shamiz. Mana sizlarga yaqin olayotganim sababi qavatini qilayotganingizda sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun. Mana ozgina ko'ryapsizlarmi? Bu tarafini yopishtirib olamiz.
Bo'ldi, bu tarafini yana ochamiz. Qo'linglar bilan sekin tekislanglar. Izlari yo'q bo'lib ketmaydi, qo'rqmanglar. Mana ko'ryapsizlarmi, izlari turibdi. Juda ham nejniy, chiroyli bo'lib chiqadi, xudo xolisi. Bo'ldi, shu holatida endi buni qurishga qo'yib qo'yamiz. Mana o'rtoqlar, davom ettiramiz. Bugun ikkinchi kun. Mana ko'ryapsizlarmi, уже modelkamizni qatdim. Bemalol qolganini yasasak bo'ladi. Farforimiz o'tgan safar tugaganligi sababli hozir yana rang qo'shib aralashtirib olamiz. Bu safar уже ko'proq solsanglar bo'ladi, sababi уже lipestoklarimizni katta qilamiz. Sizlarga hozir atrofini o'rab berishni ko'rsataman. Ko'lerimizdan qo'shamiz. Shunisi yetarli bo'ladi. Yaxshilab aralashtiramiz. Farforimizni aralashtirib oldik. Endi qaranglar. Biz mana bu oq qismlarini yopib chiqishimiz kerak. U uchun farforimizni ko'proq olamiz, chunki уже baylarini kattaroq yasash kerak. Qo'lingizda oldin tekislab olsanglar chetlarini. E'tibor beringlar, agar bu sohada ko'p ishlayotgan bo'lsanglar, silikon qolip quyish masalasida уже bilasizlar, to что tegi qalinroq bo'lishi kerak, chunki silikon qolip quyganinglarda uchigacha bormasligi mumkin. Vaynerimizni olamiz. Xohlasanglar 3 xil, 4 xil vaynerda ishlatsanglar bo'ladi, lekin men har doim yasaganimda bitta vayner ishlataman. Qolganini qo'limda o'zim sekin tekislab burilishlarni o'zim qilib olaman. Tegmamnaqa chiqsa, hech qisi yo'q. Bunisini olib tashlasanglar bo'ladi, qo'rqmanglar. Pistokumdan chiqaramiz. Mana ko'ryapsizlar, tegi qalinroq bo'lishi kerak, uchi ingichkaroq. Endi buni olib hozir yopishtiramiz. Tak. Mana qaranglar. Usturog'ini olib, ehtiyotkorlik bilan yopishtiramiz, sababi izlarini yo'q qilib yubormaslik kerak. Chunki уже ko'rinadigan qismiga kelyapmiz. Mana tiylar bilan yaxshilab yopishtiramiz. Chetini ozgina buklab olsak bo'ladi mana. Yasamoqchi bo'lgan modelkalarni formasiga qarab sekin buklab olsanglar bo'ladi. Mana bo'ldi, уже modelkamizni sekin baylarini ko'paytirib, ochib yasashni boshlaymiz. Mana e'tibor bersanglar, izlari qolgan, qo'l izi bo'lishi kerak emas. Bittada o'xshab chiqishi qiyinroq bo'ladi, lekin harakat qilsanglar, qancha ko'p modelka yasasanglar, shuncha o'xshab chiqishni boshlaydi. Endi davom etamiz. Yana ozgina ko'proq olamiz. Qo'limizda tayyorlab olamiz. Har bitta lipestokini qo'linglar bilan o'zi sezasizlar, ingichka qalin bo'lganini. Vaynerimizga tekislaymiz. Sekin chiqarib olamiz. Mana ko'ryapsizlarmi, qalinroq. Boya aytganimdek, agar farforinglar qurib qolgan bo'lsa, kley surib olishinglar bo'ladi. Men oddiy PVA kley suraman. Tak. Ozgina balandroq olsak bo'ladi. Mana uchini ko'rayotgan bo'lsanglar, qiya qilib ko'rsatyapman. Yopishtiramiz. Qo'l izlari tushib qolmasligi uchun ehtiyot bo'lib, mana sekin yopishtirishga harakat qilinglar. Sovunda qo'l izlari ko'rinmaydi, lekin modelkada qo'l izlari ko'rinishi mumkin.
Uchlarini tekislab uchli rozочка qilamiz. Mana izlari chiroyli bo'lib, tekis bo'lib chiqdi. Endi qaranglar, mana shu etapga kelganda, agar hammani farfori har xil, chunki men farfor pishirganimda farfori qattimroq qilishga harakat qilaman. Shu sababdan hammani farfori har xil bo'lganligi uchun quritish darajasi ham har xil bo'ladi. Agar misol uchun уже baylari oaziz ustiga tiqib qo'yganingizda tushib ketayotganini sezsanglar, уже qotirishga qo'yinglar. Farfordan yasaladigan gullar juda ham uzoq va sekin yasaladi. Qurigandan keyin 5-6 soatdan keyin yana davom ettirsanglar bo'ladi. Hozircha farforimizni yumshoqligi qattimroq bo'lgani uchun yana davom ettirsak bo'ladi. Hozir endi biz asosiy 3 ta qavatni qo'shamiz. Hozir sizlarga o'rgatib qo'yaman qanaqa qo'shishni. Ko'proq olamiz. Asosiy 3 ta qalin qavatni qo'shib o'rgatib qo'yaman. Ko'proq oldik. Chekkalarini ingichkaroq qildik, chunki vaynerda ko'pchilik endi boshlaganda sezmaydi. Uchini yaxshilab bosdimmi, yo'qmi deb 3-4 martalab vayneri ustiga qo'yib ishlatmaslik uchun. Yana tekislaymiz. Va chiqaramiz. Ozgina kleyimizdan surib olamiz. Kley ko'rinayotgan bo'lsa, mana kleyni men bir xilda o'zim pishiraman. Retseptim gruppada bor, o'shani ko'rib qilsanglar ham bo'ladi. Ozgina bu yoqqa qo'yib yuboramiz. Bo'ldi, endi ochishni boshlaymiz bagimizni. Barkmi lepistokmi o'zbek tilida qanaqa bo'ladi, to'g'risi? Barkmi lepistokmi o'zbek tilida qanaqa bo'ladi, to'g'risi? Bilmayman. Aybga buyurmaysizlar. Mana qaranglar, endi bu qismiga o'tadigan bo'lsak, qanaqa qilib qayrish kerak? Teskari qilib olasizlar-da, gullar. Ko'ryapsizlarmi? Sekin ichiga burashni boshlaymiz. Qo'linglar bilan o'zingizlar sezasizlar. Boshida o'xshab chiqmasligi mumkin. Agar o'xshab chiqmasa, lepistokni sekin yulib olamiz, qaytib yana yopishtiramiz. O'zingizlarga xohlagan rezultatga kelguncha. Mana. Endi yana 2 ta qavat yopishtirsak bo'ladi. Ko'proq olamiz. Yumalroq qilib. O'zi sezasizlar chetlarini. Ichga qo'yib oldik. Vaynerga qo'yamiz. Va sekin tekislab olamiz. Ochamiz. Ko'rdinglarmi? Zo'r chiqdi. Ozgina kley. Ko'p emas, ozgina sursanglar yetarli. Endi qaranglar, уже ochishni boshlaymiz gulimizni. Orasini yopishtirishni, orasini kattaroq qilasizlar. Tegi tekis bo'lmasa hech qisi yo'q, chunki yana qavatlar yopishtiramiz. Bu buton emas, agar buton bo'lganda teglarini qilsanglar bo'ladi. Mana. Endi qaranglar, chetini buklash uchun, ochiqroq chiqishi uchun tegdan buklashni boshlaymiz. Mana sekin buklab boramiz. Mana marhamat. Bu yog'ini mana tegini teskari qilib ko'rsataman sizlarga. Qaranglar. Bu tarafini ochiqroq qilamiz. Bu tarafini yopiqroq, chunki bu tarafdan yana bitta bay yopishtiramiz. Bu tarafimizga qiyshuv bo'lib qolmasligi uchun bu tarafni ko'proq yopishtiramiz. Yaqinroq qilib. Mana bu tarafdan qo'rqmaylik, buni ustidan yopishtirib olsak bo'ladi. Hozir yana bitta kattarog'ini olamiz. Har bitta qavatni yopishtirgan sari kattaroq olishni boshlaysizlar.
ortiqchasi hech narsa qilmaydi. Mana sekin olib tashlasanglar bo'ladi. Kley. Ko'p survarmanglar, bo'lmasa quriganda oralari ochiq qolib ketadi. Bu bagini teparoq qilib, ochiqroq qilib, mana tegidan ko'rsataman hozir. Ma'mitlariga glavni tegvormanglar, chunki bu yerda mana ko'ryapsizlar, izi qolishi kerak gulli. Ma'mitidan ushlab yopishtirasizlar. Ni в коем случае ma'mitidan ushlamanglar, chunki mana ko'ryapsizlar, gulli izi bor, izi qolishi shart. Endi gulimizni sekin ochishni boshlaymiz. Yana bir marta takrorlayman. Bu bitta ikkita mana bu katta bag yopishtirganingizda tushib ketayotganini farforni sezsanglar, qotirishga qo'yinglar. Mana endi bunda teskari qilib olamiz-da. Sekin burab chiqishni boshlaymiz. Qancha burash kerak degan savol. Qaranglar qizlar. Bu o'zingizlarning modelkaliga bog'liq. Qanaqa misol uchun gulli formasini yaratmoqchi bo'lsanglar, o'shanaqa qilib burasanglar bo'ladi. Xohlasanglar ko'proq burasanglar uchliroq chiqadi, kamroq burasanglar bagi boshqacharoq chiqadi. Maslahat beraman, o'zingizlarning oldingizga bitta gulli qo'yib qo'yinglar. Iloji bor bo'lsa, agar hovlida tursanglar, ochilgan atirgulinglar bo'lsa, o'shani qo'yib olsanglar, o'shanga qarab yasasanglar, живой gulga o'xshab chiqadi. Mana ko'ryapsizlar, endi men bagini yopishtirdik. Bo'ldi. Уже sezyapman, farforim уже qiyshayishni boshlayapti. Buni quritishga qo'yaman. Davomini keyin yana sizlar bilan qilamiz. Qurigandan keyin. Qizlarjonlar, o'zingizlar ushab ko'rasizlar, farfori qo'rqmasdan ham teglaridan ushab ko'rsanglar, agar qotgan bo'lsa, уже oazis ustiga ham qotirib qo'yasizlar. Oazis nima degani? Gul bozorlarda sotiladigan unaqa tiqib qo'yadigan narsasi bor. O'shani ustiga tiqib qo'yasizlar, quritishni boshlaysizlar. Quritib shoshilmasdan yasasanglar, gulinglar tushib ketmaydi. Bo'ldi, endi buni quritishni boshlaymiz. Davomini keyin quriganda ko'rsataman. Oradan 5 soat vaqt o'tdi. Ancha-muncha qotdi. Oxirigacha qotmadi, lekin hali bu podvижный. Agar formasini ozgina o'zgartiraman desanglar, qo'rqmanglar, faqatgina ma'mitlar joylarida ko'chirib yubormanglar. Ko'rdinglar, ozgina pastga tushirdim, уже izlari ko'rindi. Hozir bu holatida biz sizlar bilan yana ikkita lipistokini yopishtirsak bo'ladi. Ko'taradi hali gulimiz. Yana keyin 5-6 soatga qurishga qo'yib qo'yamiz. Kelinglar, endi hozir yana bitta lipistokini yopishtiramiz sizlar bilan. Kattaroq olamiz. Chunki baylari уже katta bo'lyapti. Mana qaranglar, bittasi bu yoqda bo'lgani uchun bittasini bu yoqda beramiz, bittasini bu yoqda, чтобы simmetriyasi bo'lishi uchun. Kattaroq olamiz. Razmer tanlashda hech qachon qo'rqmanglar. Agar lipistokini kattaroq yoki kichkinaroq olgan bo'lsanglar, chetidan sekin teskari qilib, chetidan sekin yulib olib, qaytadan yasasanglar bo'ladi. Mana qaranglar, endi har doimgidek yaxshilab o'rtaroqlarni ingichka qilib, to'lstroq qilib, mana ma'mitiga yopishtirganingizda ortiqcha bo'lsa olib tashlaylar. Izi bilinmaydi. Chetlariga bosamiz. Chunki o'rtasi qalinroq bo'lishi kerak. Chetlariga faqat bosib chiqamiz. Mana ko'rdinglar, rosa chiroyli chiqdinglar. Sekin ehtiyotkorlik bilan endi ko'p kley surmarmanglar. Qaranglar, boya kelishganimizdek simmetriya bo'lishi uchun bu gulimizni bu chetiga yopishtirsak bo'ladi yoki bu chetidan boshlasak bo'ladi. Давайте bu chetidan boshlaymiz-da, ko'ramiz. Agar simmetriya buzilmasa, bu chetidan yopishtirib qo'yamiz mana. Simmetriya buzilmas ekan, mana bu chetidan yopishtiramiz. Atirgul yasash eng yaxshi ko'rgan gullarimdan bittasi atirgul. Sababi atirgul yasayotganingizda bemalol ijod qilsanglar bo'ladi, chunki baylarini xohlaganingizcha o'zingizlar tersanglar bo'ladi. Yana boya aytib o'tganimdek, agar
tabiiy gulni olib qarab yasasanglar undan ham zo'r chiqadi. Mana chetlarini, baylarini qanaqa xohlasanglar shunaqa yopishtirasizlar. Endi qaranglar, bu yerda bitta sekreti bor. Atirgulimizni yasab o'tganimizda teklarini yaxshilab yopishtirish kerak, betlarini uchini. Bosishga qo'rqmanglar. Bu tarafi modelkada ko'rinmaydi. Faqatgina bitta nyuansi bor. Agar bu buton bo'lmasa, agar buton holatida to'xtatmoqchi bo'lsanglar, chetlarini tagini bosib bo'lmaydi. Chunki bilinib qoladi. Chetlarini ozgina buklaymiz. Mana ko'ryapsizlarmi? Simmetriyamiz buzilmadi. Ozgina ochamiz. Teklarini qilaylab. Bu chetini yaxshilab yopishtirib olsak bo'ladi, chunki bilinmaydi. Chunki yana bitta lipistokini teramiz. Endi yana bitta bay qo'shamiz. Kattaroq olsa bo'ladi. Dumaloq qilib. Hech qachon mana bunaqasidan yopishtirib keyin qilmanglar, o'xshamaydi. Обязательно tekislab keyin qo'yamiz. Bosib chiqamiz. Kley ozgina. O'zi ko'p yasaganinglarda o'zi sezasizlar, kley kerakmi yoki yo'qmi. Mana endi proporsiyasini qarab tagidan yopishtiramiz. Atirgul yasash sekreti bitta shunda. Eng asosiysi mana bu tagini, ko'ryapsizlarmi, mana bu joy yaxshilab yopishtirish kerak. Endi hech qachon bagini bunaqa qilib burmanglar, chunki bagilar tashlab yuborishi mumkin. Sekin teskari qilib barglarni buklashni boshlaydi. Mana ko'ryapsizlarmi? Yaqindan ko'rsataman. Mana qo'lli izi yo'q. Ehtiyotkorlik bilan sekin chetlarini buklashni boshlaymiz. Buklanish darajasi o'zingizlarni qanaqa gul yaratmoqchi bo'lsanglar o'shanga bog'liq. Mana bu tarafdan ham izlari ketmadi. Yaxshilab ochib, mana orasini ko'ryapsizlarmi? Rosa chiroyli chiqyapti. Mana bu tarafini ozgina bosib yuboramiz uchliroq qilib. Bo'ldi. Qizlar yana bitta bay yopishtirsak bo'lar ekan, ko'tarar ekan hali gulimizni. Tagiga yana bosib yuboramiz. Hozir yana bitta gul yopishtiramiz. Yaxshilab ezib yuboramiz. Ozgina qotib qopti. Ora-orada yaxshilab aralashtirib ezib turinglar. Mana shu достаточно. Yana ezamiz, mana yaxshilab. Uchini faqat bosinglar, o'rtasiga bosmanglar. Yana qo'yib, yana vayneri ham faqat chetlariga bosib, o'rtasiga 1-2 marta bosib qo'ysanglar yetadi. Ozgina kley suramiz. Endi mana bu qatorimizni yopishtiramiz. Qaranglar, bitta ozgina antisimmetriyamiz bo'lmayotganligi sababli bu lipistokimizni mundoq yopishtirsak bo'lar ekan. Чтобы gulimizni o'xshab chiqishi uchun. Boya aytganimdek, tagini обязательно qattiq bosish kerak. Keyin silikonda chiqarishayotganda uzilib chiqib ketmaydi ham baylar. Mana tagini обязательно teskari qilib chetlarini mana endi ko'proq buksak bo'ladi, chunki oxirgi baylarga yaqinlashyapmiz. Betini ko'proq buksak bo'ladi. Mana teskari qilib oldim. Ko'ryapsizlar, mana tagida bo'lib turibdi. Bo'ldi. Bu holatida endi qurishga qo'yib qo'yamiz, chunki uje gulimizni ko'tarmayapti. Ko'ryapsizlar, uje baylarini tashlab yuboryapti. Yana 5-6 soatdan keyin yana davomini yasaymiz.
farforinglarni обязательно o'rab qo'yinglar. Mana bir kun o'tdi. Bir kun o'tgandan keyin mana lipestoklarimiz yaxshi qotdi. O'rtasi уже qattiq bo'ldi. Endi bunaqa teskari qilib qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Rangimizni yana tayyorlab oldim. Qo'shib farforimizni ishlashdan oldin yaxshilab yumshatamiz. Endi qaranglar, mana bu qolgan sloylariga baychalarini qalinroq qilamiz. Chunki mana bu chetdagi baylari silikonda har doim qiyin qo'yilganligi sababli ozgina qalinroq qilamiz. O'rtasiga borib silikonga quyganingizda sразу silikonni ichiga tushadi. Ammo bu chetlariga borib quyilishi qiyinroq bo'lganligi sababli chetlarini har doim esingizdan chiqarmanglar, qalinroq qo'yish kerak. Mana qaranglar, endi proporsiyasini qaraymiz-da, mana betga bitta qo'shsak bo'ladi, betga bitta qo'shsak bo'ladi. Yana bir marta aytaman, o'zingizlarning fantaziyalariga bog'liq. Chunki bitta gulni xuddi shunaqa qilib takrorlash juda ham qiyin. Uning uchun mana bu lipestoklarini, buklamalarini, hamma narsasini bir xil qilish kerak. Bu juda ham ko'p vaqt talab qiladi, juda ham kuchinglar ko'p ketadi. Shuning uchun maslahat beraman, bitta atirgul yasaganingizda bir xil chiqishi uchun birdaniga 4 ta yoki 5 tadan yasashni maslahat beraman. Shunda bir xil chiqadi. Shaxsan o'zimda rasmga qarab yasasam bir xil chiqara olmayman. O'zim yasagan gul bo'lsa ham bir xil chiqmaydi. Chunki mana ko'ryapsizlar, buramalari, qavat-qavatlari juda ham ko'p. Keling, endi dal o'tamiz. Ozgina ko'proq olamiz. Mana shunisi yetarli bo'lsa kerak. Yana bir marta aytaman, agar yetmay qoladigan bo'lsa, qo'rqmanglar, lipestokini qaytib uzinglar-da. Xunuk chiqmasligi uchun gulli davomi qaytib sekin uzib, yana qaytadan farfor kam bo'lib qolgan bo'lsa yoki ko'p bo'lib qolgan bo'lsa, maromaga yetkazib olib borishinglarni. Endi vaynirimizni qo'yib, chetlariga yana bosib, o'rtalariga bosmanglar. Tak, kleyimizni olamiz. Endi qaranglar, mana Mahmudga yopishtirsak bo'lar ekan yoki o'rtarog'iga. Agar bu tarafiga yopishtirsak, yana bitta qator ko'proq qo'shilishga to'g'ri kelar ekan. Shu sababdan ozgina mana bu o'rtarog'iga уже yopishtirsak bo'lar ekan. Mana izlari yo'q bo'lib qolmasligi uchun birinchi prosta qo'yasizlar-da, mana tegini yopishtirishni boshlaysizlar. Mana gulli iziga qarab, sekin, qo'linglar bilan ehtiyot bo'lib, mana endi teskari qilib gulli buramasini berishni boshlaymiz. Mana ozgina teskari qilib ko'rib olasizlar. Mana endi qotgandan keyin gullarni ushashinglar ham oson bo'ladi. Shakl berishinglar ham ancha qulay. Mana ko'ryapsizlar? Mana ko'rdinglar, mana bu yerga ozgina tushib qoldi izi. Bunisini ozgina qo'linglar bilan to'g'rilab olsanglar bo'ladi, izi ketadi. Mana yaxshilab to'g'irlaymiz. Mana proporsiyalarimiz chiroyli chiqyapti. Endi qaranglar, bu gulimizni bagini ko'tarib turishi uchun mana teskari qilib, mana bu yerda anaqamiz bor-ku, paketigimiz. Ovqatga ishlatadigan stretchovый paket. O'shani tekisroq qilib, orasida bir-biriga izi tushmasligi uchun 2 qavat qilib, mana ko'ryapsizlar? Mana bu izi tushib qolishi mumkin bo'lgan joyga paketimizni qo'yib qo'yamiz. Shu asnoda qotirishni boshlaymiz. Qo'rqmanglar qizlar, paketinglar birga qo'shilib qotib qolmaydi. Gul yasayotganda baylarni bir-biriga qo'shilib chiqmay chiroyli chiqishini sekreti shunda. Ko'pchilik aytgan vatnay palochka, vatnay tamponlarga o'xshagan yuzinglarni makiyajini artadigan vatchkalarni qo'yishadi. Vatnay disk. Ularni qo'yishni maslahat bermayman, chunki vatani tolalari yopishib qoladi. Paketda izi ham tushmaydi, gullarni tekisroq chiqishiga yordam beradi. Ozgina ko'proq o'xshayapti. Uni olib tashlaymizda. Yana davom ettiramiz.
Tak. Yana bitta lipistochkani qilamiz. Uchlariga bosishga qo'rqmanglar. Uchlari ingichkaroq bo'lishi kerak. O'rtasiga bitta-ikkita bosib qo'yilib bo'ldi, yetadi. Ko'rasizlarmi? Izi aniq. Vaynirlarim ham sotuvda bor. Bularni men tabiiy guldan o'zim yasayman. Shuning uchun gullarimizni tabiiydek chiqadi. Paketimizda turaveradi. Endi qaranglar, mana men bitiga ham bitta yopishtiramiz. Betga yopishtirsak, уже katta gul chiqar ekan. Bo'ldi, teginimda uchliroq qilib buklab yopishtirdim. Mana qaranglar. Ortiqcha bo'lib qolgan joyini qo'rqmanglar, uni sekin qo'linglar bilan tekislab. Ko'rasizlar, ozgina qiyshuv chiqdi, ham ko'p olganman. Buni ozgina betga qo'yamiz, chunki kley qo'shilgandan keyin ozgina yumshoq bo'lib qoladi. Yengisini olasizlar. Kley qo'shilgan bo'lsa, qo'rqmanglar, yopishib qolmaydi. Yana farforinglarga qo'shib bitta aralashtirib yuborsanglar, o'zi kleyni vpitать qiladi. Voy, tushib ketdi qo'limdan. Hozir yana bitta qavatini qilib ko'ramiz. Oxirgi qavatlari mana shunaqa podborkani talab qiladi. 3-4 marta baylarni yasab, formasi maromiga kelguncha 3-4 marta qilishdan qo'rqmanglar, shunda chiroyli gul chiqadi. Mana endi formamizga mos bo'lyapti. Mana bu yog'iga bitta yopishtiramiz. Ras bitta yopishtirdik, ikkita qo'limiz bilan ushadik, izlariga ehtiyot bo'lamiz. Bo'ldi, endi bu yog'ini mana sekin teskari qilib обязательно buklanglar, chunki yopishib qolishi mumkin. Mana уже uchli qilib yopishtirib olamiz. Bu yog'iga ham bitta paket qo'ysak bo'lar ekan. Mana o'rtamizni bo'rtibroq turish uchun bu yog'ini qo'linglar bilan ozgina tekislab olasizlar. Qo'linglar bilan forma berishdan qo'rqmanglar. Hozir yana ozgina paketimizdan olamiz, stretch paketdan. Ko'p kerak emas, ozgincha 3-4 marta buklaysizlar. Uchli joyi kirish kerak ichiga. Mana izi tushib qolmasligi uchun mana burchagiga taqab qo'yamiz. Ana bo'ldi. Shunda formani yaxshi ushab, xudo xolasa chiroyli bo'lib chiqadi. Endi yana men o'ylashim bo'yicha 4 ta yopishtirsa yetadi. Bu o'zingizlarning fantaziyangizga bog'liq. Qanaqa gul yasamoqchi bo'lsanglar, proporsiyalarini sekin o'zingizlar ko'rib yasasanglar, yana ham chiroyli chiqadi. Mana shu yetarlicha bo'ladi deb o'ylayman. 3-4 marta baylarni podborka qilishdan qo'rqmanglar. Eng chiroyli variant chiqqanini tanlab, ichidan oxirida to'xtaysizlar. Ozgina kley qilamiz. Mana qaranglar, endi betga bitta qo'ysak, shu bilan ikkita yana qo'ysak yetarli bo'lar ekan. Tegini yopishtirib olamiz. Bog'larga hech qachon tegmanglar. Faqat mashita bilan ishlashga harakat qilinglar. Yana formasini beramiz. Uchini buklab chiqamiz teglari bilan. Endi yana bitta paketimizni olamiz. Chunki bir-biriga yopishib chiqyapti. O'sha oxir qatlamni teskari qilib quritsanglar, tabiiy gulga o'xshab yaqinlashib chiqadi. Buni ko'ryapsizlar, mana bunaqa joyiga. Mana ko'rsatmaslarga vot. Ichiga paket qo'yib qo'yamiz. Qo'rqmanglar paketga qo'yishdan. Bo'ldi. Yana men bitta недоработанный joylarini o'zingizlar sekin qo'linglar bilan tekislashinglar bo'ladi. Yana ikkita qo'shsa yetarli bo'lar ekan. Shu bilan gulimizni qochishini kutib, sizlarga keyin paketni qanaqa qilib to'g'ri olib tashlash kerakligini ham ko'rsatib beraman. Mana shu aytganlarim bo'yicha yasaydigan bo'lsanglar, xudo xohlasa o'xshab chiqadi.
qizlar sizlarga hamma sekretlari bilan ko'rsatyapman. Xudo xolisi gulinglar o'xshab, chiroyli bo'lib chiqadi. Voy, qo'limdan tushib ketdi, chiqsa-yu. Sekin ovozli bo'ladi. Mana yana bitta bagimiz tayyor. Kley surib boramiz. Endi paketlarimizga ehtiyot bo'lamiz. Hozir prosta qo'lim bilan yuldim. Atak to'rtburchak qilib kesib tayyorlab olsanglar bo'ladi. Shunda yana ham chiroyliroq chiqadi. Bu uchini ham yopishtiramiz. E'tiborli bo'linglar, faqat mashtini yopishtirishinglar kerak. Uchlarini tekislab chiqamiz. Uchlarini tekislaymiz. Uchli qilib, o'zingizga yoqqan formani berib, yana bitta bizga paketimiz kelyapti, chunki bir-biriga yopishib qolishi mumkin. Bitta xohlasanglar yopishib qolishini oldini olish uchun bitta qilsanglar bo'ladi. Uje optinglar ko'paygandan keyin bemalol yopishtirib tashlasanglar bo'ladi. Chunki men farfor bilan anchadan beri ishlaganligim sababli bittada tegini har doim bittada qilaman. Birinchi boshlaganimda har doim har bitta lipostokini bitta qilib qotirardim. Bu juda ham uzoq vaqt talab etiladi. Shuning uchun master model zakazga olganimda bitta gulga o'rtancha 14 kun vaqt olaman. Chunki har bitta bagini sekin qotirib ishlasanglar sifatli narsa chiqadi. Bunaqa 3-4 kunda yasalgan narsa endi bilmadim qanaqa bo'ladi-yu. Agar opitni master modelchi bo'ladigan bo'lsa, eplab qilib beradi, lekin endi boshlaganingizda maslahatim shoshilmasdan bitta baylarini qotirib keyin yasashni maslahat beraman. Vaqtingiz ko'p ketadi, lekin rezultati sizlarga yoqadi. Mana bu bizani zaключительный gulimiz. Voy, lepistochkamiz. Mana shu yerga qo'ysak, keyin paketlarni olib tashlagandan keyin yana agar lepistoklar kerak bo'ladigan bo'lsa qo'shamiz. Hozir paketimiz borligi sababli uncha понятный bo'lmayapti nima bo'layotgani. Baribirga men bitta formamiz ozgina искажаться qiladi. Bo'ldi, buklab chiroyli qilib olamiz. Bitgan bitta paket qo'yamiz. Endi buni обязательно teskari quritish kerak. Agar teskari quritmasanglar, gulinglar prosta yiqilib tushadi, chunki ko'p farfor yopishtirib qildim. Mana bu sizlarga life hack. Agar bittada qilmoqchi bo'lsanglar, qanaqa qilib qilish kerakligi haqida. Endi qizlarjonlar qo'rqmanglar, ustidan mana bu qismi baribirga tek qismini farforni ushlash uchun yopishtiramiz. Betlarini qo'linglar bilan tekislab qattimroq yopishtirib chiqsanglar bo'ladi. Master modelinglar uzilib chiqmasligi uchun. Bo'ldi. Po-mo'ymu qurigandan keyin yana bitta bayt qo'shamiz, shu bilan bo'ldi. Shu bilan yetarlicha bo'ladi. Bo'ldi. Endi buni biz mashq holatida qurishga qoldiramiz. 3-4 soatdan keyin yana sizlar bilan davomini yasashni ko'rsataman. Farforimizni qolib ketganini bitta mushlab yana paketimizga o'rab qo'yamiz. Oradan 3 soat vaqt o'tdi. Endi qaranglar, paketni chiqarib olishimiz kerak, чтобы ichlarigacha yopishib qolmasligi uchun. Paketni oddiy chiqaramiz. Mana sekin tortsanglar o'zi chiqib ketadi. Tegini yana mamtini yopishtirib qo'yamiz paket chiqqandan keyin. Mana ko'ryapsizlarmi? O'zi chiqib ketadi paket mana. Mana oralari yopishdi. Mana sekin to'g'irlab olamiz. Mana qaranglar. Boya aytganimdek, men bitga yana bitta gul bay qo'shsa yetar ekan. Endi paket olib tashlagandan keyin men burchaklariga уже izlari qotdi. Ozgina sekin mamtlariga bosib olamiz, yaxshilab yopishi uchun. Paketni olib tashlaganingizdan keyin
uchliroq qilib olamiz. Bo'ldi, yana qochishga qo'yib qo'yamiz. Mana oradan 3 soatcha yana vaqt o'tdi. Lipistoklarimiz ancha qotdi. Mana qaranglar, endi bu yerda faqat bir dona bu tarafiga bir dona qo'shsak bo'ladi. Mana kamerada ko'ryaptimi yo bilmayman, no vizualni qaraganda mana shu yerda bitta bay yetishmayapti. Shu bir dona yetishmayotgan bayni hozir yopishtirib olamiz. O'rtancha razmerda olsak yetarli bo'ladi. Yaxshilab yumshatib olamiz. Bo'ldi, keyin bu etapimizdan keyin u yog'i dumini olib tashlashni o'rgataman sizlarga. Keyin meni eng yaxshi ko'rgan momentlarimdan tonirovka berish. Bosib olamiz uchlariga. Mana ozgina kley. Qaranglar, mana bu qismida bizga shu bittagina bay yetishmayapti. Mana bunaqasiga bitta dona bay qo'shsak, думаю, будет достаточно. Mana yopishtirganimizda ko'tini birinchi yopishtirib olamiz. Bu yog'ini o'sha anaqa qilamiz. Mana qaranglar, o'sha betga paketni qo'ysak bo'lar ekan, sababi tepadagi turgan gulli izi tushib qolishi mumkin. Mana uchli qilib qo'yib qo'yamizda, izi tushadigan joyga yaxshilab qotiramiz. Endi izini beramiz. Shunda bizda ancha simmetrichniy, chiroyli gul chiqadi. Momentlarini bosishga qo'rqmaydi, chunki bu yerda po'pichkasi bo'ladi. Farfor ushlab turadigan. Mana ko'rasizlar, ozgina ko'payib ketdi. Yulamiz qaytib. Ozgina ko'pga o'xshayapti. Kichkinaroq qilish kerak ekan. Qaytib yulib qilishdan qo'rqmaylik hech qachon. Ozgina qalinroq qilaman. Bu gulimizning og'irligi, uzog'i 65-60 grammga chiqadi. Ozgina kley qilamiz. Mana bu qismiga, mana shunaqa bo'lsa proporsiyasi juda ham nejniy chiqar ekan. Mana bo'ldi. Tegini yopishtirib yuboramiz. Hozir ko'ramiz, paket kerak bo'ladimi yo'q, chunki bundan oldingi yopishtirganimizda bizga paket kerak bo'ldi. Bitta vроде paketimizga kerak emas. Mana endi qaranglar. Shularni qilib olamiz. Lipistoklarimizni естественно chiqish uchun paketimizni qo'ysak bo'lar ekan. Ozgina qo'yamiz. Bo'ldi, endi momentlarini qattiqroq qilib yopishtirib olamiz. Bu chekkalarni qo'rqmanglar bosishga, chunki master modelilar silikondan chiqayotganda svobodniy chiqishi kerak. Mana olib turib ko'rvasak bo'ladi. Proporsiyalarimiz tekis bo'ldimi yo'qmi? Proporsiyamiz tekis bo'ldi. Endi sekingina paketimizni qo'yamiz, чтобы izlari tushib qolmasin. Hozir paketimizni ham iloji boricha tekis qilishga harakat qilamiz. Uchli pesho joylar bo'lmasligi uchun. Bo'ldi, mashq holatimizda endi gulimiz yana 3-4 soat turadi. Shundayligicha qurutsanglar ham bo'ladi. Qolgan farforimizni olib qo'yamiz. Endi kutish qoldi faqat. Ozgina kutamiz. Oradan 2 soat vaqt o'tdi. Paketimizni olib tashlaymiz. Mana qizlar formamizni ko'ramiz. Juda ham chiroyli, nejniy rozchka chiqdi. Xudo xolisa, sizlarda ham shunaqa o'xshab chiqadi. Hamma yasash sir asrorlarini qoldirmasdan hammasini o'zim yasaganimni, o'zim qanaqa qilib odatda yasashimni ko'rsatib berdim. Endi bu gulimizni oxirigacha qochishini kutamiz. Mana ko'rasizlar, hali yumshoq.
teskari qo'yib qo'yib oxirigacha qochishini kutamiz. Bo'ldi. Boshqa bu yerda hech qanaqa kerak boshqa qo'shimcha narsalar qilish kerak emas. Keyin sizlarga cho'pini chiqarib, tegini yasab, tonirovkamiz qoldi faqat. Endi bu gulimiz-chi kamida yana bir kun tursa, o'sha tegini qilasak bo'ladi, xudo xolisa. Quruq joyda tursin. Qaranglar, lepistoklari chiroyli chiqdi. Bu teskari qo'yib qo'yamiz. Shu bilan bu gulimiz turaveradi. Mana 2 kun vaqt o'tdi. Gulimiz oxirigacha qotdi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, rosa chiroyli chiqdi gulimiz. Baylari ham o'sha qattim qotdi. Bemalol qo'linglar bilan ushlasanglar bo'ladi. Tak, endi sizlarga tegini olib tashlashni ko'rsataman. Uning uchun bizga mana bunaqa oti nimaligini esimda yo'q-ku. Mana shu narsa kerak-da. Chiqarib olishingiz uchun. Хозяйственный magazinlarda, konstovarlarda sotadi. Mana qaranglar. Sekin burashni boshlaysizlar, mana ko'ryapsizlar, millimetr chiqishni boshlayapti mana. Sekin cho'pni agar chiqmaydigan bo'lsa, cho'p, unda kessanglar ham bo'ladi. Uni kesishni maslahat bermayman, chunki cho'pinglar qolib ketsa, vaqt o'tgan sari cho'pinglar mana bu o'rtasidan teshib chiqishi mumkin. Shuni oldini olish uchun mana sekin ko'rasizlar, burab chiqsa, mana sekin chiqib ketdi ana. Bu cho'pimizni yana qaytadan ishlatsak bo'ladi. Boshida qanaqa gul yasagan bo'lsak, xuddi shunaqa qilsak bo'ladi. Tak, qaranglar, endi bizga ozgina mana bunaqamizdan kerak bo'ladi. Farforimizdan ozgina olamiz. Qaranglar, tegini qilish uchun birinchi bitta sharik qilib olinglar-da, yaxshilab ezib tegiga qo'yib ko'ringlar, razmeri to'g'ri keladimi? To'g'ri keladi. Agar to'g'ri kelmasa, yana qo'shib olsangiz bo'ladi. Klayimizdan olamiz, atrofiga suramiz, ozgina yumshatib olamiz. Qaranglar, silikonimizni, silikon deman, master modelimizni turishi uchun tegiga dumaloq poddonini qilamiz. Mana ozgina bosib oldik. Endi sekin qasdan qilamiz. Qaranglar. Klayga bitta atrofidan mana qasdan qilib olsanglar, sekreti shunda. Mana. Endi xuddi shu rang bo'lishi kerak, birga qo'shilib ketadi. Mana bunaqa agar kapelkalari chiqadigan bo'lsa, bularni surib yuborsanglar ketadi mana. Teg qismiga qarab sekin yopishtirishni boshlaymiz mana. Agar ozgina yetmayotgan bo'lsa, xavotir olmanglar, master modelga yopishtirayotganingizda har xil rang bo'lib qolmaydi. Agar mana bu tegidagi qatlamdagi farfor rangidan ishlatsanglar, bir xil chiqadi. Farfor qotgandan keyin to'qlashadi, bu rang ham to'qlashadi, mana bu rangidan bo'ladi. Hozir rangi har xil ko'rinyapti videoda. Lekin qotgandan keyin bitta rang bo'ladi. Mana endi mana bunaqasidan tekislab olamiz. Mana bunaqa izlarini, kapelkalarni обязательно olib tashlash kerak. Qo'rqmaydi, izlari ketib qolmaydi. Agar kapelkalarni olib tashlamasanglar, klaydan qolganini xohlasanglar, vatniy diskda olib tashlaylar. Men qo'lda olaman, chunki vatniy diskda anaqasi ketishi mumkin. Ozgina pagini ochib olamiz. Qaranglar, endi tegi ustойчивый bo'lishi uchun anaqasidan o'lchab, sekin tekislab olamiz. Mana bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Tegi tekis chiqdi. Silikon qolib yasaydiganlar qizlar bo'lsa, sizlarga maslahat beraman. Tegini yopishtirganingizda, yaymay video уже idishga taraga yopishtirishni boshlaganingizda, pistolet klayda emas, plastilinda yopishtirsanglar mana bu yerga, keyin silikon qolib qilish uchun yopishtirsanglar, ancha yengil bo'ladi ishinglar. Pistolet klayda yopishtirsanglar, farforinglarni sifati ketadi, chunki u issiq. Ana bo'ldi. Endi hozir sizlarga tonirovka berishni o'rgatib qo'yaman. Mana qaranglar, tonirovka berish uchun oddiy machalka kerak. Machalkani kichkina qilib kesib olasizlar, chunki hamma machalka desa kerak emas. Mana bu ishlatgan qo'llaringlarni olib, mana bunga suramiz. Ozgina bir tomchi sekin bo'ladi. Ichida qolmabdimi deyman. Ha, bor ekan mana. Ozgina tomizib olamiz.
hech qachon buni olib srazu master modelga yopishmanglar. Mana qaranglar, qanaqa buni tekshirish kerak. Qaranglar. Men buni tekshirish uchun har doim testoviy modelkam bor. Mana shu testoviy modelkamda har doim uchiga, mana lipistokini uchiga agar ko'rinayotgan bo'lsa kamerada mana bunaqasidan beraman. Bo'ldi. Men bittada agar ko'proq bergan bo'lsanglar, men bittada o'sha ozgina o'chirsanglar bo'ladi. Ko'rdinglar? Bunaqa yarq emas, rangi yaxshi chiqyapti. Endi davom ettiramiz modelkani o'ziga qilishga. Boshlaymiz. Uchiga ozgina beramiz. Qaranglar, har doim tonirovkani men bu uchlardan tagidan boshlayman. Ha, echishmay chiqyapti. Tonirovka berganingizdan keyin gulinglar yana ham ochiladi. Mana hozir bu gul esingizda qolsin. Endi tonirovka qilganimizdan keyin qanaqa bo'lishini ko'rasizlar. Mana ko'ryapsizlar, ozgina ko'p surilib ketdi, hech qisi yo'q. Mana bunaqa toza joyi bilan olib tashlasak bo'ladi. Oxirigacha beramiz. Bir xil kistichkada men bu yuzinglarni bo'yaydigan qosh tepasini bo'ladi, veki qovog'inglarni bo'yaydigan tenlardan ishlatsanglar ham bo'ladi, lekin men tenlarni ishlatmayman. Sababi master modellarni sotuvga chiqarganingizda uni izi qolish kerak emas. Men bu fitatsiya qiladi master modelligida izi tushmaydi silikonga. Izi tushadi silikonga, lekin u darajada emas, как tenlar. Tenlarnikida izi rosa явный bo'lib turadi. Birinchi marta silikon quyishsa, agar oq rang silikon ishlatishadigan bo'lsa, men bu tonirovkani rangi o'tib qoladi. Silikon sotuvga chiqarishadigan bo'lsa, xunuk bo'lib chiqishi mumkin. Mana o'rtalariga ham xuddi shunaqa beramiz buni. Olib tashlaymiz. Ortiqcha joyini olib tashlashga hech qachon qo'rqmaydi mana chetlari bilan. Главныйsi mana betiga bermaylar, betiga bersanglar bilinib qoladi. Keyin hamma joyini mana shunaqa rangda tonirovka qilishga to'g'ri keladi. O'zi tonirovka berish uncha mana yaxshi ko'rgan ishim emas, uni gulinglarni yana ham ochib beradi. Tonirovka berish uzoq vaqt talab qiladi. Har xil ranglarda tonirovka bersanglar bo'ladi, lekin men rozoviy rang bo'lgani uchun qizilda berdik. Agar misol uchun tegdagi baylariga yashil rangda ham ozgina qo'shib yuborsanglar ham bo'ladi. Bitta ikkita bagiga. Hozir mana ustlarini qilib chiqamiz. Ortiqchasini olib tashlasanglar bo'ladi. Bo'ldi, sekin-sekin berib chiqamiz. Bu modelkamizni yana bir kun turgandan keyin bo'ldi, buni bemalol ustidan silikon quyib yasasanglar bo'ladi. Aytgancha silikon kam ketib, kam ishlatib, katta qoliplarni quyish master klassim ham bor. Lichkaga yozsanglar, uni ham tashlab beraman. Rosa son ham, silikonlar ham kam ketadi. Mana qaranglar, men bitiga endi ko'proq beramiz ozgina. Har bitta listokini oxirgacha berishga harakat qilinglar. Mana bunaqa uchlarini kistichkada bersanglar bo'ladi, yoki mana buni o'zida ham bersanglar bo'ladi, hech qisi yo'q, yaxshi tushadi. Uchlarini ko'proq bersak bo'ladi, ochilgan gulga o'xshab. Mana bunaqa joylariga ham. Mana ko'rdinglar, mana bunga surilib ketdi, bu hech qisi yo'q. Ozgina tekislab yuborsanglar bo'ladi. Mana bunaqa toza joyiga mana qaranglar. Yana bitta usuli bor. Buni olib ikkiga buklaysizlarda, bu tarafida ham qoladi. Mana shu bu tarafida qolganini surib chiqsanglar, qasi kamroq bo'ladi. Bo'ldi, mashinasiga думаю, достаточно. Hali lipistoklarimizni уже податливый, ozgina formasini ham o'zgartirib moslashtirib olsanglar ham bo'ladi.
Mana bo'ldi. Sizlar bilan mana firmenniy o'rtalari qavat rozechkani qilishni o'rgandinglar. Sizlarga yordamim tekkan bo'lsa juda ham xursandman.